Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar hamda kuzatuvchilar. Mana Xikol quyonlarimiz biron qilishganda, Shahrixonlik akalarimiz, shu ikkala akamiz biron qilgandi. Assalomu alaykum. Mana hozir bir akamizga bir parasi bitta akamizga ketyapti, 3 tasi bir akamizga ketyapti. Sifati zo'r ko'rdi, mana quyonlarimizni, yashash sharoitlarini ko'rdi. Ko'rimlarimizdan ham, ko'rim, ya'ni umnikrolik ko'rimimizdan ham olib ketishyapti bir qopdan. Hozir 5 ta quyoni shu akalarimizga ketyapti. 3 ta samka, 2 ta samiz. Alloh barakasini bersin. Yaxshi kunga boqinglar akalar. Sharxonlik bu akalarimiz. Xudo xohlasa yana keyingilaridan ham olamiz deb turishibdi. Xudo xohlasa yaxshi kunlarga boqinglar. Baraka topinglar. Mana ko'rimni olyapti. Ko'rim bilan albatta yana ham effekt beradi. Hozir buni ham sifati juda zo'r bo'lib qolgan hozir quyonlarimizni. Toza Italiya xikol quyoni. Mana shu nomerlarimiz. Hozir 2 ta samka, bitta samiz. Albatta like'larni bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. O'z fikringlarni kommentariyalarda qoldirib qo'yasizlar. Akalar rozi bo'linglar pullarga. Rozimiz. Kimga kerak bo'lsa, mana biz ham endi nimalarni beramiz. Xudo xolasa kelib olib ketishaveramiz. Albatta tavsiyani beramiz. Bemalol chiqaverasizlar. Tushunmagan joylaringga inshaalloh qo'ldan kelganicha harakat qilib yordam qilamiz. Yaxshi kunlarga boqinglar, baraka topinglar. Xo'p, sog' bo'linglar. Mana ko'rimlarimiz ham ketyapti. Ko'rimda to'g'ri qopida yo'q. Yozuvi yo'q. Hozirgi 5 ta olgan quyon olganlarga 2 qop ko'rim ham berib yubordik umnikrolikdan. Sifati yaxshi, xudo xohlasa mana 2 yil 3 yildan beri o'sha ko'rimdan beryapmiz. Juda a'lo sifati. Tavsiya qilamiz boshqa quyonchilarga ham. 2 qop ko'rim, 5 ta quyon. Baraka topinglar, rahmatulloh. Yaxshi kunlarga boqinglar. Sog' bo'linglar.